Sizda ham shu holat bo'lganmi? Ingliz tilida gapirmoqchi bo'lganingizda birinchi gapingiz yaxshi chiqadi, ikkinchisi ham yomon emas, lekin uchinchi gapga kelib nima deyishni bilmay qolasiz. To'xtab qolasiz. Miyangiz xuddi bo'shab qolgandek bo'ladi. Shu paytda sukut, jimlik va hamma yomon ko'rgan degan pauzalar boshlanadi. Shunday vaziyatda o'ylab qolishingiz mumkin. Balki grammatikam kuchli emasdir. So'z boyligim yetmayotganmikin, balki speaking uchun tug'ma qobiliyatim yo'qdir deb o'ylaysiz. Lekin muammo birortasida ham emas. Aslida ko'pincha to'xtab qolishingizning sababi sizda ingliz tili yomon bo'lgani uchun emas, balki g'oya topolmay qolasiz. Fikringizni to'g'ri rivojlantirishni bilmaysiz. Bugun shu muammoni hal qiladigan 3 ta ishlatilishi oson bo'lgan oddiy formula o'rgataman. Eng qizig'i, bu formulani qo'llashingiz uchun qandaydir advanced grammar yoki juda ham kuchli so'z boyligi ham shart emas. Aynan shu formulalar har qanday mavzuda to'xtamasdan mantiqli, chiroyli va ravon nutq so'zlashingizga yordam beradi. Lekin aynan shu 3 ta formulalar orqali siz eng katta muammoingizni yechasiz. Ya'ni nima desam ekan degan savol butunlay yo'qoladi. Men Barnoz Qarba 10 yillik tajribaga ega xalqaro ustozman. Hozirgi kunga kelib 10 mingdan oshiq o'quvchilarni o'qitdim. O'zimni speaking natijam 9 va ko'p o'quvchilarda aynan shu holatni kuzataman. Ular ingliz tilini yillab o'rganishadi, lekin gapirishga kelganda ingliz tilisi yaxshi bo'lgan o'quvchilar ham ba'zida qotib qoladi. Buning asosiy sababi fikr topolmay qolishadi. Shuning uchun bugun amaliy ishlaydigan tizimni ko'rsataman. Bu videoni oxirigacha ko'rgan har bitta o'quvchiga maxsus speakingga doir bo'lgan kichkina kursimni sovg'a qilmoqchiman. Ichida 5 ta to'liq video darslik va uyga vazifalari bor. Shartlarni video so'ngida aytaman. Oxirigacha darsni ko'ring. Birinchi formulamiz nomi hayron qolishingiz mumkin, lekin formulani o'zi ham speak deb ataladi. Keling ko'ramiz, speak degani o'zi nima uchun bu yerda shu harflar keladi. Birinchi S harfi bizda state the topic, ya'ni mavzuni tanishtirishga doir. State the topic. Ya'ni mavzu nima haqidaligini yoki savolga javobni aynan shu yerda berib ketasiz. Keyingisi present your opinion, ya'ni aynan shu mavzuga doir bo'lgan shaxsiy fikringizni aytasiz. Present your opinion. I harfi esa bizda explain, ya'ni tushuntirish uchun keladi. Bu yerda biz tushuntirib beramiz nega shu fikrni bildirganimizni. A harfi bizda add an example, ya'ni misol keltir degan bir ma'noni bildiradi. Va K harfi key takeaway, ya'ni oxirida maxsus bir xulosa bilan yakunlasangiz bo'ladi. Misol uchun savol: What do you do in your free time? Va biz nima haqida gapirishni bilmayapmiz. Mana shu gaplarimizni bitta mavzuga bog'lab, qisqartirib fikrimizni bir joyga jamlash uchun bitta qiladigan ishimizni tanlaymiz. Misol uchun reading. Birinchi biz state the topic, ya'ni mavzu haqida gapirishimiz kerak. Misol uchun men odatda bo'sh vaqtimda aynan kitob o'qiyman deb aynan shu yerda aytib ketaman. Misol uchun I usually spend my free time reading books. Keyingi qadam shu mavzu bo'yicha shaxsiy fikrimizni aytamiz. Misol uchun meni fikrimcha reading, ya'ni o'qish eng samarali hobbilardan biri. I think reading is one of the most effective hobbies. Keyingi qadam explain. Endi tushuntirib beramiz. Nima uchun reading siz uchun samarali hobbi? Because it helps me learn new things and broaden my perspective. Menga yangi narsalarni o'rganishga va dunyoqarashimni kengaytirishga yordam beradi. Tushuntirib berdik. Endi misol keltiramiz. Misol uchun yaqindagina Atom odatlari nomli kitobni o'qidim va self discipline, o'zimga bo'lgan intizom haqida ko'p narsalarni o'rgandim deb aytsak bo'ladi. Siz esa o'zingizni misol kitobingizni keltirsangiz bo'ladi. For example, recently I read Atomic Habits and learned a lot about self discipline. Oxirida key takeaway, ya'ni asosiy xulosamizni aytib yakunlaymiz. That's why reading has become an important part of my daily routine. Bo'ldi. Ko'rdingizmi? Bitta fikr shunchaki reading haqida gapirdik, lekin allaqachon 5 ta gap tuza oldik. Birorta ham qiyin grammatika ishlatmadim yoki murakkab so'zlardan foydalanmadim. Kitob haqida ham 5 ta gap bilan aytsak bo'lar ekan. Videoni shu yerda endi o'zingizdan so'rang. Agar sizga imtihonda shu savol berilganda nechta gap bilan javob bera olardingiz? Albatta part 1 savollari uchun optimal uzunlik 2 ta 3 ta gap, lekin umuman olganda kundalik hayotda aynan speak formulasi sizni ko'plab holatlarda qutqaradi.
Birinchi savol bo'yicha shaxsiy javobingizni izohlarda yozib qoldiring. Speak formulasini ishlatib ko'ring. Hozir esa sizlar bilan murakkabroq Part 3 da tushadigan savollar haqida gaplashamiz. 3-2-1 nomli formula ko'plab public speaking, ya'ni katta sahnada gapirish uchun moslashtirilgan formula hisoblanadi. Lekin IELTS yoki Safar speakingda qo'llasangiz, sizda to'liq, solid, yaxshi javob kelib chiqadi. Hozir uni qo'llashni o'rgataman. Misol uchun savol berildi. How can we protect the environment? Ya'ni atrof muhitni qanday qilib himoya qilsak bo'ladi? Bunday savollarda g'oyalar juda ko'p, to'g'rimi? Lekin buni kichkinalashtirish uchun va tizimli javob berish uchun birinchi one thing dan boshlasak bo'ladi. Aynan shu yerda bizning formulamizdagi bir raqami ishlaydi. One thing, ya'ni bu narsa haqida, mavzu haqida aytadigan bitta narsam deb boshlaymiz. Misol uchun, one thing about environmental protection is that everyone should contribute. Ya'ni atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha aytadigan bitta narsam bu hamma o'z hissasini qo'shishi kerak dedik. Mana endi to ga keldik. To da biz ikki xil usulni aytishimiz kerak. Two ways. Ya'ni ikki xil uslubi haqida gapirsangiz bo'ladi. Misol uchun, two effective ways to tackle this issue are recycling and reducing plastic waste. Ya'ni buni qilishni ikkita samarali uslubi bu chiqindilarni, plastik chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash. Ko'rdingiz, bizda ko'p uslublarni o'rganamiz. Imtihonga tayyorlanayotganda shunchaki two ways ikkitasida to'xtaymiz. Va uchinchi 3 deyilgan qadamni bizda 3 steps ga javob beradi. 3 ta aniq qadamni aytib ketsak bo'ladi. Endi shu yerda men 3 ta oddiy qadamni tushuntiraman. 3 practical steps would be, ya'ni 3 ta amaliy uslubi qadamlari shu bo'lardiki va menda 3 ta g'oya bor. Birinchisi enforcing environmental laws, ya'ni atrof muhitga oid bo'lgan qonunlarni chiqarish. Ikkinchisi bu educating children, bolalarga ta'lim berish va raising public awareness, ya'ni odamlarni bu muammo bo'yicha xabardorligini oshirish. Mana shu formula orqali ko'rib turibsiz, Part 3 uchun ideal javob shakllantirdik. Birinchi aytoladigan narsam is that everyone should contribute. Har bitta odam o'z hissasini qo'shishi kerak. Ikki xil uslubi bu plastik chiqindilarni kamaytirish and recycling, qayta ishlab chiqarish. 3 ta practical steps, ya'ni 3 ta qilinishi mumkin bo'lgan aniq qadamlar deb sanab o'tdik. Bo'ldi o'rtoqlar. Mana endi sizlar bilan 3-chi optimal zo'r formulaga yetib keldik. Bu formula ham har qanday Part 3 savollariga javob bera olishingizga yordam beradi. Formulamiz nomi PREP, har bitta harfni ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu bizda point, ya'ni fikrimizni bildirish uchun P yozilgan. Misol uchun savol: Should children learn foreign languages? Ya'ni bolalar chet tillarni o'rganishlari kerakmi? Javob tariqasida o'z fikrimizni aytamiz. I believe they should. Meni fikrimcha o'rganishlari kerak. Ikkinchi qadam are. Bu yerda reason degani biz sababini aytishimiz kerak. Misol uchun, because learning another language improves communication skills and opens up more opportunities. Bo'ldi, sababini aytdik. Chunki ko'plab eshiklarni ochadi, yangi imkoniyatlar beradi va umuman olganda boshqa tilni o'rganish muloqotni yaxshilaydi. Zo'r. Keyingi E harfi bizda example uchun keladi, ya'ni endi biz misol tariqasida birorta narsani aytib ketsak bo'ladi. Misol uchun, for example, children who learn English can access educational content from all over the world. Butun dunyo bo'yicha ingliz tilini o'rganayotgan bolalar ta'lim videolarini, kontentini ko'ra olishi mumkin. Misol tariqasida keltirdik. Oxirgi P esa yana point, ya'ni yana bizni fikrimiz bilan yakunlanar ekan. Shu yerda biz aytib ketsak bo'ladi. Aynan shu sababdan chet tillarni o'rganish muhim deb hisoblayman deb chiroyli qilib yakunlaymiz. That's why I think learning a foreign language is extremely beneficial. Shuning uchun ham meni fikrimcha tilni o'rganish juda ham foydali. Fikr bildiramiz, sababini keltiramiz, yana bir misol keltiramiz va oxirida chiroyli xulosa bilan fikrimizni yakunlaymiz. Aynan shu 3 ta formula orqali siz har qanday speakingdagi savollarga to'liq, chiroyli va eng muhimi mazmunli javob bera olasiz. Chunki eslab qoling, ko'pincha muammo grammatika emas,
so'z boyligi emas, balki shunchaki fikrni to'liq rivojlantira olmaslik. Aytgancha, ko'pchilik aynan speakingda qotib qolishining sababi bu ularda o'rganish uchun to'liq tizim yo'qligida. Chunki yaxshi speaking degani bu avtomatlashgan grammatika. Siz miyangizda tarjimalarsiz gapira olishingiz, o'rganayotgan so'zlaringizni gap ichida, ibora ichida yodlab, ularni erkin muloqotda qo'llay olishingiz, turli xil mavzular bo'yicha sizda kerakli so'z boyligi bo'lishi va albatta ingliz tili muhitida bo'lishingiz kerakligidir. Aynan shunday tizimni sizlarga berish uchun men maxsus Upgrade English dasturimni yaratganman. Videoni oxirigacha ko'rgan barchangiz uchun maxsus sovg'am bor. Hozir ingliz tili darajasini men bilan B1 dan C1 ga olib chiqishni xohlaydiganlar uchun mana shu dasturim haqida to'liq ma'lumot beraman. Kurslarimdagi to'g'ri tizim orqali o'quvchilarim ko'rib turgan natijalaringizga erishgan. Overall 7,5, speakingda 8 natijalari, sıfırda ko'plab o'quvchilarim C1 natijasiga chiqishadi va eng qizig'i, ular bu natijaga bor yo'g'i 3 oy muddatda erishgan. Lekin shaxsan o'zimda to'g'ri ustoz va to'g'ri yondashuv bo'lmagani uchun bu natijaga erishimga yillar ketgan. Agar menda to'g'ri yo'nalish va ustozim bo'lganda, men ham o'quvchilarim kabi juda tez natijaga erishgan bo'lardim. O'quvchilarimning fikrlarini yanada yaqinroq bilmoqchi bo'lsangiz, alohida QR kod qoldirdim. O'tib Telegramga o'ting va ko'plab fikrlarni yaqindan o'qib chiqishingiz mumkin bo'ladi. 2026-yilda speaking darajasini B1 dan C1 ga ko'tarish uchun nima kerak bo'ladi? Birinchi navbatda siz grammatikaingizni avtomatlashtirishingiz kerak. Speakingda o'ylanmasdan, tarjimalarsiz gapirishingiz uchun juda ko'p practice qilishingiz kerak va har bir bajargan mashqingiz speakingga qaratilgan bo'lishi kerak. Undan tashqari, imtihonlarda yuqori natijaga erishish uchun siz listening va reading ko'nikmalaringizni birdaniga o'stirishingiz kerak. Buning uchun biz eng samarali uslub practice and learn uslubini qo'llaymiz. Nimaga o'rgansangiz kurslarimda darhol amalda qo'llab mashq qilasiz. Bu uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Birinchi navbatda to'g'ri yo'nalish beradigan professional ustoz va ustoz tomonidan siz xatolaringizni to'g'rilab ketishingiz uchun professional feedback kerak bo'ladi va albatta vazifalarni qoldirmasdan, qiynalmasdan bajarishingiz uchun o'rganishga maxsus qulay platforma va kerakli tarqatmalar kerak. Bularning barchasi yangi ochilayotgan 3 oylik Upgrade English 7.0 dasturimda bor. Darslar qanday o'tadi? Diqqat bilan eshiting. Sizlar bilan 3 oy davomida muntazam ravishda shug'ullanamiz. 3 oy davomida kitob ichidagi 16 ta chapter bo'yicha shug'ullanamiz. 16 ta chapter bo'yicha bizda 80 dan oshiq video darslar bor. Barcha video darslar maxsus platformada o'tiladi. 80 ta oldindan yozib olingan platformadagi video darslardan tashqari siz ustozlar bilan mini guruhlarda 25 kishilik guruhda faqatgina speaking va o'rganganlaringizni amalda qo'llash ustida alohida ishlaysiz. Aynan shunday darslarimizdan naqd 30 tasi bo'ladi. Darslar qanday tarzda o'tiladi? Darslarimiz uchun biz maxsus ilovadan foydalanamiz. Siz uni ham kompyuteringizga, ham telefoningizga alohida yuklab olib foydalansangiz bo'ladi. Platformada har kuni bittadan dars ko'rish tavsiya etiladi. Yangi vazifa faqatgina oldingisini topshirganingizdan so'ng ochiladi. Platformada top o'quvchilar reytingi bor, ya'ni siz nechinchi o'rinda ketayotganingizni ko'rib turasiz va bu sizga darslarni qoldirmay bajarishingizga qo'shimcha motivatsiya beradi. Darslar Telegramda emas, balki maxsus platformada bo'lgani tufayli va siz vazifalarni aynan platformaga yuklaganingiz tufayli birinchi navbatda siz hech narsaga chalg'imay shug'ullanasiz va eng muhimi, biz siz nechinchi darsda qotib qolganingizni ko'rib, agar darslardan ortda qolib ketsangiz, siz bilan alohida bog'lanamiz. Modullarga keladigan bo'lsak, birinchi modulimiz grammatika moduli. Bu yerda siz darslar ro'yxati bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi, lekin darslar ro'yxatidan ko'ra bu moduldan so'ng qanday natijaga erishishingiz muhimroq. Birinchi navbatda grammatikada B1 dan C1 gacha bo'lgan barcha mavzularni sizlar bilan ko'rib chiqamiz va eng muhimi, bu mavzular sizda avtomatlashib ketishi uchun har bitta darsdan so'ng bizda darslarimiz speakingga bog'langan. Bugun o'rgatgan speaking
skeletons'larim orqali sizga yanada ko'proq speaking practice qilib, gapirganda grammatik xatolarni qilmaslikni o'rganasiz. Ingliz tilidagi barcha zamonlarni chalkashmasdan to'g'ri ishlatishni o'rganasiz va gapirganingizda o'zingizga bo'lgan ishonchni his qilasiz. Keyingi modulimiz vocabulary moduli. Sizlar bilan 17 xil mavzuda so'z boyligimizni oshiramiz. Aynan chunks, ya'ni iboralar va frazalar ichida sizlar bilan har bitta mavzuga oid kerakli so'z boyligini o'rganamiz va eng muhimi, har bir darsdan so'ng siz kitob ichida maxsus vazifalarni bajarasiz va ularni platformaga yuklab, yana speaking mashg'ulotlarini bajarishingiz kerak bo'ladi. Bu moduldan so'ng so'z boyligingiz kamida 2 barobarga oshadi. Speakingda to'xtab qolishlar yo'qoladi. Writing va speakingda bir xil so'zlarni ishlatishni bas qilasiz, chunki 17 xil barcha imtihonlarda ko'p tushadigan mavzularni ko'rib chiqamiz va TOEFL va IELTSda tushadigan speaking savollariga erkin javob berishga tayyor bo'lasiz. 3-modulimiz reading moduli. Bu yerda biz kundalik tarzda sizlar bilan reading mashg'ulotlarini bajarganimizdan tashqari, bonus sifatida shaxsan o'zimdan TOEFL bo'yicha video darsliklar qo'shganman. Ya'ni har bitta savol turini qanday bajarish bo'yicha maxsus texnikalarga oid video darslar qo'shilgan. Listening modulida ham sizlar bilan kundalik mashg'ulotlarni mustaqil bajaramiz va undan tashqari TOEFL listeningda tushadigan barcha savol turlarini ko'rib chiqamiz. Natijada eshitayotgan nutqingizni kamida 60-70% ga tushunadigan bo'lasiz. Bu esa TOEFL va IELTS listeningda yuqori natijaga erishishingizga yordam beradi. Writing modulida sizlar bilan insho yozishni o'rganamiz va aynan TOEFL writingda tushadigan savol turlarini ko'rib chiqamiz. Bu savol turlari tabiiyki bizda xat yozish, formal, informal letter va blog post yozish bo'yicha video darslar bo'ladi. Ustozlarimiz kamida 4 yillik o'qitish tajribasiga ega, oliy ma'lumotli, shaxsiy natijasi C1 bo'lgan ustozlar. Kuratorlarimiz nima qiladi? Ular sizni vazifalaringizni tekshirishadi. Sizlar bilan haftalik jonli darslarni o'tishadi va har biringiz bilan doimiy aloqada bo'lib, barcha savollaringizga javob berishadi. Bundan tashqari, kurs davomida siz men bilan bo'lib o'tadigan shaxsiy 4 ta darslarida qatnasha olasiz. Ya'ni sizlar bilan 4 marotaba yana jonli darsda ko'rishamiz. Platformadagi barcha darslar esa shaxsan o'zim tomonidan tushuntirilgan. Bundan tashqari, aynan shu videoni ko'rayotgan o'quvchilar uchun maxsus sovg'alarim bor. Siz mehmon spikerlar tomonidan yozilgan kurslarni ko'ra olasiz. Misol uchun, sun'iy intellekt davrida maxsus sun'iy intellekt bo'yicha kursni qo'shganmiz. Bundan tashqari, kursga yozilgan har bir o'quvchiga men tomonimdan maxsus sovg'a bo'ladi. Bu Upgrade English kursida bemalol o'qishingiz uchun kurs uchun moslashtirilgan kitob. Shaxsan mening hisobimdan sizga sovg'a sifatida butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo tekinga yetkazib beriladi. Bu kitob ichida barcha o'tadigan mavzularimiz to'g'ri ketma-ketlikda ko'rsatilgan va siz bemalol uyda ketma-ketlikda darslarni bajarib, mashqlar orqali darslarni yanada yaxshiroq o'zlashtira olasiz. Bu kitob alohida hech qayerda sotilmaydi, faqat o'quvchilarimning qulayligi uchun maxsus ishlab chiqilgan. Bundan tashqari, 2026-yil uchun to'g'ri maqsadlar qo'yib, oxirgacha maqsadingizga erishishingiz uchun maxsus dasturimni ham sizga sovg'a tariqasida bermoqchiman. Undan tashqari, ingliz tilini 5 karra tezroq o'rganish nomli maxsus video kursim ham sizga sovg'a tariqasida beriladi. Va darslarni qulaylik bilan qayta ko'ra olishingiz uchun maxsus platformamizga kurs tugagandan so'ng yana 9 oy mobaynida kirib foydalanish huquqi ham men tomonidan sizga sovg'a tariqasida beriladi. Va bugun sizlarga bermoqchi bo'lgan eng zo'r bonusim bu to'liq speaking kursi. 20 ta video darslikdan iborat bo'lgan hayotiy holatlarda gapirishingizga yordam beradigan maxsus video darsliklarim. Ular ham sizlarga mutlaqo tekinga sovg'a tariqasida beriladi. Bular hammasi emas, kursga ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng boshqa bonuslar haqida to'liq ma'lumotni sizlarga yana menejerlarimiz berishadi. Aynan shu video orqali dasturga ro'yxatdan o'tadigan har bitta o'quvchi eng zo'r, qulay narxda kursga yozishlari mumkin bo'ladi. Shuning uchun Upgrade English dasturimga qo'shilib, 2026-yilda natijasizni C1 ga ko'tarmoqchi bo'lsangiz, hoziroq pastdagi havola orqali o'ting, ro'yxatdan o'tasiz, ariza qoldirasiz va biz sizga qo'ng'iroq qilib, kurs haqida to'liq ma'lumot beramiz. Joy band qilish mutlaqo bepul. Hoziroq o'z imkoniyatingizni sinab ko'ring.
Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rganlar uchun maxsus bonusim bo'ladi degan edim. Hoziroq izohlar qismiga o'ting va maxsus ssilka, ya'ni havola orqali o'ting. Yopiq Telegram kanalda sizni bonus kutib turgan bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, albatta izohlaringizni hoziroq yozib qoldiring. Siz qaysi darajada ekansiz? Endi qaysi xatolaringiz ustida ishlaysiz va eng muhimi, tavsiya qilgan barcha kitoblarimni olish uchun Lego Barno Telegram kanaliga o'tib olsangiz bo'ladi. Keyingi videolar nima haqida bo'lishini istasangiz, mavzularni albatta izohlarda qoldiring. Sizlarni talab va istaklaringizdan kelib chiqqan holatda yana bepul darslar tayyorlayman. Hammaga darsni ko'rganingiz uchun rahmat. And see you soon. Bye bye.